Hammaga salom do'stlar va sizlar bilan men Narco.uz. Bugungi videoda biz server ochishni o'rganamiz. Qani ketdik. Birinchi new degan tugmani bosamiz. Mana keyin plyuschani bosamiz. Plus to'shni o'rtasini bosamiz. Va name degan bunga xohlagan nomlaringizni yozinglar. Masalan, server. Mana server. Bunga esa katta harf bilan play nokta pvp craft nokta ru deb yozamiz va bu 32 ni 36 qilib qo'yamiz va add serverni bosamiz va bitta joyga kiramiz. Va bu yerdan chiqamiz. Va play bosamiz va bu yerda bedwars ochildi. Men PvP ni ham ochishni bilaman. Uni ham ochamiz va oldin men plyuschani bosamiz va bu yerga yana masalan server deb bosamiz. Bunga ham server. Bunga katta harf bilan play nokta pvp craft nokta ru deb yozamiz va bu port degan joyga tegmaymiz. Add serverni bosamiz. Bitta joyga kiraveramiz. Do'stlar, obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Bu yerdan ham chiqamiz. Play bosamiz. Va bu ochilishi kerak edi. Ozgincha kutamiz. Mana bu ham ochildi. Bedwars va PvP. Ikkitasi ham bor. Agar shu videodan 10 ta like kelsa, 10 ta like va 15 ta obuna kelsa, yangi obunachi kelsa, men buni ichiga ham kirib ko'rsataman. Va hammaga xayr.